Instagramlarda ko'rib qolyapman, dadamga degan yozuvni ko'ryapman aka. Dadajonimga degan yozuvni ko'ryapman. Mayli. Lekin men boshqa narsaga yoyib qo'yyapman shu narsani. Menga hal qilib beringlar. Dadamga deb biz o'sha dadani tilini qismayapmizmikin Nobodoga? Dada umringizda minmagan mashinani o'g'lingiz badarga qilyapti. Dada sizga hech qachon qoyil qolmaydi. Chunki siz uni pushti kamaridan bo'lgansiz. O'g'lim, yaxshi ham sen bor ekansan. Sen bo'lgan uchun men mo'naqa yuribman demaydi, chunki u sizning dadangiz. Uni hadib tilini qisavermang. Hadib uni ayingiz oldida xijolat qilavermang. Nabaro dada, siz aytgan fikrdan keyin men ishim o'zgarib ketdi. Siz aytgan, siz hali bergan pulingiz barakali ekan, ko'payib ketgandan keyin uni sabab chiqib qo'yaylik. Dadani sabab chiqib qo'yaylik. Dada, agar siz bo'lmaganingizda o'sha ish bo'lmasdi deb dadangiz tili uzunroq bo'lib tursin. Ayingiz oldida, chunki sizni ham xotiningiz bor, bolalaringiz oldida tilingiz qisilmaslik kerak-ku. U dada bugun bor, ertaga yo'q, ertaga siz fil olib bersangiz ham qaytib kelmas ekan. Dadamizni hech qachon tili qisilib, gapi bo'linib qolishini xohlamaymiz. Dadamiz gerdayib yursin. Chunki biz dadamizga nima? O'sha mashinangizni olib bergandan keyin kechasi 2 da kelsangiz ham indamasinmi? Eski dadangizni yo'qotib qo'yasiz. Kel o'g'lim uyga degan dadani yo'qotib qo'yasiz. Eski mehribon dadangizni yo'qotib qo'yasiz. Jahldor dadangizni yo'qotib qo'yasiz. Chunki ha qo'yenda ishlayapti deydi. Qayerda ishlayapsiz o'zi? Nimani qoyillatib qo'yyapsiz o'zi? Siz sababchisiz xolos. Allohning lashkarisiz xolos. Sizga Xudo beryapti, buyruq bor, shunga berib qo'ygin deyapti. Siz sababchi bo'lib olib kelib beryapsiz xolos. Uni siz yaratganingiz yo'q. Uni siz borib zavodda qiynalib olib kelganingiz yo'q. Dadangizni xijolat qilib qo'yavermang hadib. Agar olib bergan taqdirda ham dada boru yo'llari qilaman siz. Instagramda portlatib dadamga deb butun qaynonalarning oldida, hammani oldida dadam umrida mashina minmagan odamga dadaga qo'ysangizchi, charchamadingizmi mashqliqdan? Mana shunaqa xijolat qilishlardan charchamadingmi? Dadajonimizni endi bir marta keladi dada. Dada sizdan 30 yosh katta, 25-20 yosh dadani bir achishga qo'yamang. Dadangizni xohlagan ishimni qilsam dadamga bitta mashina olib berib, eski dadangizni yo'qotib qo'yasiz.